Telefoni ham ochiq. Bu alkash bo'lsa bo'lmasa jo'ralari bilan shu yerda yeb ichib o'tiribdi. Hozir qonini ichaman. Ana zaharxo'r. Bolalar uyda och o'tiribdi. Bu kishim Yangiyo'ldagi Shabbodada baliq yeb o'tiribdi. Shabboda restoranida не только baliq, besh barmoq, qozon kabob, norin, kaptar sho'rva, chimchiq sho'rva, shashlik hamma narsa zo'r qiladi. Men o'zim baliq yeb o'tirganim sababi bor buni. Nima sabab? Nima sabab? Biz uyda och o'tiribmiz. Bu kishim baliq yeb o'tiribdi. Baliqda ham Xorazm balig'i ekan. Zo'r ekan-ku. Xotin Sabboda restoran bugun ko'ryapsanmi? Yangiyo'l yo'lidagi nomer 1 restoran-ku. Baliq yeganingiz mayli, nega zaharingizga aroq ichib o'tiribsiz? Shang'illama, sababi bor. O'zim ichib o'tirganim yo'q. Nima sabab? Nimaga bo'ladi? Ko'rib tursangiz baliq yeb o'tiribmiz. Xorazmda zo'r baliqlarni. Baliq suvsiz yashanmas ekan. Bechalar novut bo'lmasdi deb ichib o'tiribmiz. Qo'yinglar.